Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsiyonning eshigi kirdi, chiqdi, xonam hamma etaj yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop? Sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda polni men bilan birga parovoz xirurglar naq qo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yo'llar sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men bu ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'qlar klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb bu klinikaga kelganlar kelmanglar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultant klinika. Bo'ldi, qo'y.